Amerika Maliya Ministerligi Amerikaliklarning Rossiya Markaziy bankisi, Rossiya Davlatlik Boylik fondi va Rossiya Maliya Ministerligi bilan savdo qilishni chekladi. Kanada G7 bilan birlikda harakat qilib, Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumiga taqobil turish uchun Rossiya Federatsiyasining asosliq pul muomala organi bilan bo'lgan barliq savdolarni to'xtatdi. Yana bir tarafdan Putin imzo qo'ygan farmon bilan Rossiya fuqarolarining chet el puliga qarz berishi va pulini chet eldagi bank hisobotiga qo'yishi ma'ni qilindi. Xitoy G'arbning Rossiyaga qaratgan embargosiga qarshi turdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotida jazoning faqat yangi masalalarni keltirib chiqaradiganligi ta'kidlandi. Putinning yadro taktikiga bo'lgan yuqori hushyorlik masalasiga qarata bayonotchi har qaysi taraflar xotirjam bo'lib, ig'vogarchilikdan saqlanishi kerak deb baho berdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi dushanba kuni bu xil jazoga qarshi turadiganligini qayta ta'kidlab, G'arb davlatlarining bir qism Rossiya banklarini SWIFT sistemasidan chiqarib etish qarorining qonunsiz va bir tarafli ekanligini o'ttirib qo'ydi. Ukraina bilan Rossiyaning Belorussiya chegarasidagi suhbati oxirlashdi. Suhbat 6 soat davomlashdi. Oldimizgi kunlarda ikkinchi qadamlik suhbat elib berilganligi e'lon qilindi. Ukraina prezident mahkamasi bayonotida Ukraina vakillari uniki Rossiya qismlarining Qrim va Donbassni o'z ichiga olgan barliq Ukraina zamindan chekinishini talab qildi dedi. Rossiya bilan Ukraina o'rtasida urushning boshlanishi bilan Finlandiyada Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga kirish savdolari kuchaymoqda. Ma'lum bo'lishicha, Finlandiya va Shvetsiya Sovet ittifoqiga qo'shni bo'lganligi sababli Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining sirtida qolgan. Xitoy har xil tashviqotlar orqali Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini xalqaro jamiyatdan yoshirishga urinayotgan bir paytda bir Xitoy sayohatchi tarqatgan ko'rinishlar Xitoy rejimining Uyg'ur mahallalarini vayron qilish jinoyatini nurg'unlagan oilalarning g'oyib bo'lganligidek reallikni oshkorildi. Mazkur sonda yana Xitoy rejimining atalmish asabiylikka qarshi shuarlarining tashviqot rasmlarining atrofini qoplaganligi ko'rsatilgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekistonning diplomatiya ministrlari bilan silliq yig'in o'tkazib, Rossiya-Ukraina urushi qatorliq masalalarni muzokara qildi. Rossiya-Ukraina urushi sababidan Ukrainaliklarning kollektiv holda qo'shni davlatlarga ketishi davomlashmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar Oliy komissari urushning 5-kuni bu sonning 500 mingdan oshib ketganligini e'lon qildi. E'lanicha Ukrainaga qo'shni bo'lishi va Yevropa ittifoqi a'zosi bo'lishi sababli Polsha, Vengriya va Ruminiya Ukrainadan ayrilganlar eng ko'p borgan davlatlar ekan.